do'stlar. Men sizlar bilan har doimgidek Zayko Minecraft. Bu videoni olayotganimdan maqsad hozir men mana to'g'ri endi uncha ko'p obuna sig'magan, olmasligi mumkin. Endi yig'amiz do'stlar. Men ikkinchi kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Nomini yozib qo'yaman. Videoning tagida nomini yozib qo'yaman do'stlar. Xo'p, hozirgi maqsadimiz birinchi bo'lib shaxtaga kirib temir shunaqa narsalar topish kerak. Minecraftga endi qo'shilganimda bu Minecraftda boshqacha tutgandim o'zimda. Endi esa yaxshi o'ynashni boshladim. Hozir biz narsalar olamiz, uni qo'yamiz. Do'stlar aytgancha FIFA Star kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishlaring esdan chiqmasin. 31-dekabrgacha, ya'ni 30 yoki 31-dekabrgacha 100 obunachi yig'ish kerak. Atiga 50 ta ham bo'ladi, chunki bu endi ochilgan kanal. Xo'p do'stlar, mayli, mana o'yinga qaytamiz yana. Do'stlar, narsalarni oldik. Faqatgina bizga kerakli narsa hozir menga buni olib olamiz va bitta qilich ham olamiz. Keyin bir donagina fakel. To'xtanglar-da. Mana shu fakel qanday yasardi? Cho'paklarni qo'yardi, keyin fakel yasardi-yu. Bunday qilamiz. Bunday qo'yib, buni ikkiga bo'lishimiz kerak. Do'stlar, mana bu yerdagi mana bu yerdagi xuddi bunday yozilib qo'ygan narsaga e'tibor bermanglar. U Minecraftni boshlaganimdan o'zi shunaqa. Xo'p, hozir men sizlarga bitta zo'r lifehack ko'rsataman. Ko'rib hayron qolasizlar. Mana keyin bitta to'xtanglar, men xato qilib yubordim, uzr. Mana bunday qilib olamiz. Buni endi shu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, hozir bitta fakel yasashimiz uchun bunday qilamiz. Yo'q. Bunday yo'q. Bunday qilib ko'rsak-chi qani. Qanday yasadi esimdan chiqib, mana esimga keldi do'stlar. Mana bitta qo'yamiz, bitta bu yoqqa qo'yamiz. 9 ta fakelim bo'ldi do'stlar. Hozir yana ko'proq yig'ishga harakat qilaman. Juda ham ko'p bo'ldi. 13 ta bo'ldi. 13 ta yetadimi? Men ko'proq yig'ishim kerak. Bir stak bemalol yetadi. O'zi bir stakkacha ham borsa kerak, hali mayda 3 tasi bor. 21 ta bo'ladi. Hozir biz 25 ta yig'ib oldik. Mana bu oxirgisi. Shunda hozir 4 ta esa 29 ta. Voy, bitta kerak bo'lib qolar ekan. Mayli. To'xtanglar. Hech tushdi. Qanday qilib ketishadi? Mayli, hozir uxlab turamiz. Ungacha kamerani o'chirib. Xo'p, mana do'stlar uchun uyg'ondim. Endi qani ketamiz.
Evet. Uzun. Hop ketdi. Qani bu tomonga kirib ko'ramiz. Aytgancha, bu meni oddiy o'zimcha anaqa joyim. E'tibor bermanglar. Bu yerda prostagina o'zimcha mashg'ulot o'tkazaman. Hamma joyga fakir qo'yib chiqamiz. Chunki bu bizniki. To'xtanglar. Men hozir qishloqda qayerdan chiqdim? Albatta bormi? Bormi? Ha. Tushundim, demak. Mana bu yerdan kelsak, bo'ldi. Daqiqaga bitta qoldi. Xo'p. Mana bu yerda ko'zimning tagida temir turgan ekan, ko'rmabman. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu oyda to'g'ri dekabrning oxirigacha shu bo'lsa 200 obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Uncha ko'p obunachi demayapman endi, o'rtachada shu endi yo'qolganimizcha do'stlar. Aytdan fakirlashib juda ham ko'p olib ketamiz. 2,5 bo'lib ketdi levelim. Bular sindirishdan foyda yo'qmi? Bu mayli. Olib ketaveraman. Bular tursin. Mayli, hozir men o'zim shaxsiy xonamga kirib. To'xtanglar, mana shu qanday kichkinaroq variantimdek o'zimiz mashg'ulot qiladiganday xonacha yasalsak-chi. Yo'q, qo'ylar. Men gapirmasin yana. Bu suvdan bir ozgina betimni yuvib olay. Hali betimni yuvganim yo'q. Tushib ketdim. Tushib ketdim. Kreativ mod qilaymi? Ovozga e'tibor bermaymiz. Yetdilar. Video olishimga xalaqit beryaptilar. Suvga blok qo'yib bo'lmaydimi? G'alatiroqmi? Suv tarqab ketmasa bo'ldi. Qolganim yo'q. Ana chiqdik. Endi bu yerda qolamiz va bulardagi blokni ham olib qo'yamiz. Men qaraysiz. Dekabrda hamma ham gripp bo'ladi. Men ham hozirlanaman grippman.
Shuning uchun nima bo'lsa ham video olishga harakat qilyapman. Ishqilaymi? Hozir bunday qilamiz. Chiqib mana qarashdan texnologiya ishlatamiz. Qattiq tishdam. Mayli. Uyimizga kelib olamiz va endi pishirishni boshlaymiz. Bitta bunday qo'yib, bitta bunday qilsak, bo'lsa hop tushiramiz. Har biriga bitta bo'lsa, mana 3 ta berar ekan, mana bittasi bo'ldi. Do'stlar, men yashirincha qilib qo'yganman. Ustimi öyle? Ama öyle. Yeter kalırsa. Bir gapirmasa agar men ham ketgan bir qaytga aylanishga. O'zimiz yashayapmiz. Mensiz yashashmas ekan. Ya qotib qoldi. Nima bo'ldi? Do'stlar, Do'stlar, ovozdan e'tibor beringlar. No. Kelgan qara yana bir mo'ldirishga chiqamiz. Oldi. Ketmasaydi nima chiqib qoladi? Hozir bir minut. Xo'p do'stlar, mana mo'ldirishga chiqyapti do'stlar. Boshqa joylardan o'ldirib kelamiz. Kerak. Mayli, xayr do'stlar, men sizlar bilan Zayko bo'ldim. Kanalga obuna bo'lishni